Hammalaringizga assalomu alaykum. Juda ham ko'p savollar bo'lyapti lichkamga va lichkaga hammaga ham javob berishga to'g'risi ulgurmasdan qolyapman. Shuning uchun imенно sizlarga video qilib chiqarishga qaror qildim va birma-bir savollarga javob berishni boshlayman. Kimda qanaqadir yana savollar bo'lsa, обязательно yozib qoldirsalaringiz bo'ladi. Va o'shanga qarab hammasiga birma-bir javob berishga harakat qilamiz. Ishimiz nimadan iborat? Основной ishimiz eng ko'p juda ham kerakli vakansiyalarimiz bizga dachalarda bo'ladi, kvartiralarda bo'ladi. Именно домработница, семейные pары, xotinlarga ish, sidelka, nyanya. Buning uchun rus tilini bilish shartmi deganlarga ha, shart. Хотя бы 50% dan boshlab 80% darajasida bilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz tilni хотя бы 70 либо 60% bilmasangiz, sizni ishga qo'yish bu juda ham qiyin masala bo'ladi. Ko'p kishi bilan gaplashganimizda ha, tilni bilamiz deyshadi. No, u yerga borgandan keyin liba ayollari bilmaydi, liba erlari bilishmaydi. Shu uchun ularni ishga qo'yib bo'lmaydi. No, при этом shunga qaramasdan bizda aldab bizdan yashirishga harakat qilishadi. No, на самом деле sizlar именно bizga to'g'risini aytishlaringiz kerak. Yo'q, именно то, что tilni bilmaymiz, liba dokumentimiz yo'q, liba reyestrga tushganmiz, liba birinchi marta ishlashimiz. Bularni sizlar хотя бы bizga aytishlaringiz shart bo'ladi. Nimagaki? Biz o'sha sizlarni situatsiyalaringizga kirib, o'shanga qarab работодательlarni tanlab, работодательlar bilan ish beruvchilar bilan gaplashib, tushuntirib ishga qo'yishga harakat qilamiz. Agar sizlar bizdan yashirib, ish beruvchilarning uyiga borganda ularga to'g'risini aytamiz, ular bizni ishga olishadi desalaringiz, siz 100% adashasizlar. Nimagaki? Har bitta ish beruvchi o'ziga yoqadigan parani olishga harakat qiladi. O'zini usloviyasini bilgan holda, o'zini xarakterini bilgan holda, shundan kelib chiqqan holda bizga aytadi. Bizga shunaqa bo'lsin, liba biz ularga также ответный savol berishimiz mumkin. Tilni bilmasachim, lekin opiti bor deb, lekin ular ba'zilari bor ko'nadi bu narsaga, lekin ba'zilari bor, что bu narsaga ko'nmaydi. Yo'q deydi. Именно bizga opit bo'lsin, liba tilni bilsin, liba dokumenti bo'lsin degan uslovlarni bizga qo'yishadi. Shundan kelib chiqqan holda biz сотрудник, именно ishchilarni topib berishga harakat qilamiz. Va shuni aytib o'tmoqchimanki, ishga keladiganlar opit yo'q, lekin tilni bilishadi. Ko'p vakansiyalarimizda opit bo'lishi shart deymiz. Liba обязательно должен быть опыт работы deyishimiz bilan bu degani как бы siz boylarda uyda ishlaydigan opit bo'lishi kerak, liba VIP garderob deganimizda rosa ham qo'rqib qolishadi. Biz VIP garderobni bilmaymiz, liba biz готовкani bilmaymiz degan savollar juda ham ko'p. Lekin yana bir marta aytib o'taman, bu narsani biz har doim aytamiz. Opit rabotangiz bo'lmasa ham, rus tilini bilsangiz, o'zingizga ishonsangiz, ishlab ketishingizga shuni o'zi juda ham kuchli va yetarli deb o'ylayman. Nimagaki 6 yil ichida mana shu ish bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lsak, imенно Moskva shahrida ko'p musofirlarni ishga qo'yib kelyapmiz. Shu bois ayta olishim mumkinki, opiti yo'q odamlarni juda ham ko'p ishga qo'yganmiz, ish bilan ta'minlaganmiz. Ko'p video roliklari bor, lekin buni hammasini biz joylab bora olmaymiz. Nimagaki ba'zilar rozilik beradi, ba'zilar rozilik berishmaydi. Shuning uchun обязательно bu narsaga o'zlaringiz ham tayyor bo'lishlaringiz kerak. Nima tomonlama siz tayyor bo'lishingiz kerak. Bu degani birinchi o'rinda tilni bilish, ikkinchi o'rinda ishlayman, ishlagani kelganman deb o'zingizga sel qo'yishingiz kerak bo'ladi. Dachaga kirganda birinchi o'rinda siz tilni bilasiz, halol mehnat qilasiz. Hech qachon birovning narsasiga tegishlikka harakat qilmaysiz. Juda ham ko'p odamlarimiz kelib ishga qo'yganimizda ko'p marotaba birovni endi ish beruvchilarning narsasiga tegib ko'rishgan, boshqa narsa qilishgan.
Bu juda ham yomon. Nimagaki sizning videoroliklaringizni shundoq olib liba bizlarga jo'natishadi, liba militsiya xodimlariga beradi. Shuning uchun begona yurtga keldingizmi, halol mehnat qiling demoqchiman-da. Ishga keladigan bo'lsak, opti yo'qlarga veb garderobdan hech qachon qo'rqish kerak emas. Bu qimmat kiyimlar, juda ham дорогостоящий brendoviy kiyimlar, lekin brendoviy kiyimlarga qaramasdan buni qanaqa qilib ishlatishni o'rgatishimiz mumkin. Texnikalarni har bitta kiyimlarda ichida yarliq degan narsa bo'ladi. Shu yarliqni sxemasini o'qib bizga rasmga olib jo'natsangiz, o'zimiz ham o'rgatishimiz mumkin. Qaysi gradusda yuvasiz, necha gradusligini, ruchная стирка, liba stiralkada yuvish mumkin, liba mumkin emas, balkim u himchistkaga beriladigan kiyimdir. Shuni hammasini biz sxemasini sizlarga tashlab o'rgatamiz. Buni hech ham qiyin joyi yo'q. Bu uchun siz qo'rqishingiz ham kerak emas. Odam qilgan ishni odam qiladi. Prosta ozgina qo'rquvingizni yengib, o'zingizga ishongan holda ishlasangiz bo'ladi. Любой bir qimmat texnikani ham, даже uyimizga biron narsa oladigan bo'lsak, biz uni o'qib chiqamiz, o'rganib chiqamiz. Shuning uchun любой bir texnikani ham knishkalari bo'ladi-da, примерно, допустим, knishkasi bo'ladi. Shu knishkada instruksiyalari bo'ladi. Shuni o'qib chiqib bilsa bo'ladi. Agar siz tilda bilmasangiz, instruksiyasini tushunmasangiz, YouTube orqali ko'rsangiz bo'ladi. YouTube'da ham ishlata olmasangiz, любое время bizga telefon qilsangiz-da javob bermaymiz, lekin SMS yozib qoldiring. Mana shu narsani rasmga yoki videoga olib jo'nating. Biz sizga instruksiyasini topib liba videosini tashlab beramiz, liba telefon qilib tushuntirib, o'rgatib o'tamiz. Buni hech ham qiyin joyi yo'q. Bu uchun qo'rqmaslik kerak. Faqat o'zingizga ishonchingiz bo'lsa bo'ldi. Yana bir vaprosga keladigan bo'lsak, O'zbekistondan turib ishga borib, ishga kirmoqchiman deysizlar. Buni iloji yo'q. Iloji bor. Agar siz oldin ishlagan, opitingiz bo'lsa, tilni bilsangiz, mana bu odamlarda iloji bor. O'zbekistondan turib ish beruvchi bilan biz gaplashtirib ishga qo'yamiz. Buni обязательно albatta iloji bor, lekin aynan opti yo'qlar, birinchi marta kelib ishlamoqchi bo'lgan odamlarda bu narsani hech ham iloji yo'q. Biz xohlaganimiz bilan sizlarga yordam berib ishga qo'yishdi, lekin iloji yo'q. Nima uchun? Nimagaki bo'lishi mumkin. Biz sizni ishga keltiramiz, qo'yamiz, kutib olamiz, lekin biletlarini o'zlaringiz, конечно, olasizlar. Bilet, dokument tomonlar bilan biz sizlarga ta'minlab bermaymiz. Biz faqat ish beramiz. Lekin ishga kelganda ishlab ko'rishingiz mumkin, собеседование qilishingiz mumkin. 1-2 kun ishlaganingizdan keyin liba ish beruvchi sizga yoqmay qolishi mumkin, siz chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Boradigan joyingiz bo'lmaydi. Har tomonlama o'ylashingiz kerak bo'ladi. Liba ish beruvchiga siz ma'qul kelmaysizda, u sizni chiqartirib yuboradi. Mana shunaqa tomonlari ham bo'ladi. Shuning uchun mana shu yerga kelib turib, dokumentlarga topshirib ish izlasangiz, ishga qo'ygani harakat qilamiz. Yana juda ham ko'p savollar bo'ladi. Pasport nimaga kerak? Biz pasport jo'natmaymiz degan savollar juda ham ko'p. Pasport biz uchun bu juda ham muhim narsa. Nimagaki biz sizni ishga jo'natishimizdan oldin dokumentlaringizni tekshiramiz. Juda ham ko'p situatsiyalar bo'ladi-da, to'g'risini ochiq-oydin aytadigan bo'lsak, u ish joyida o'g'irlik bo'lishi mumkin, liba boshqa bir situatsiya bo'lishi mumkin. Bizda обязательно hujjatlaringiz bo'lishi kerak. Nimagaki bu narsani bizdan talab qilishadi. Agar biz sizdan pasportingizni olib, tekshirmasdan ishga jo'nata olmaymiz. Bizga birinchi o'rinda pasport jo'natsangiz, biz sizni ishga qo'yamiz. Pasport jo'natmasangiz, biz sizni ishga qo'ymaymiz. Juda ham ko'p savollardan biri, ko'p odamlarga bu narsa интересный ekan. Anketa uchun qancha pul olasizlar deyishadi. Biz anketa uchun pul olmaymiz. Anketa mutlaqo tekin, bесплатно. Faqatgina bizga kerakli ma'lumotlarni siz yozib yuborishingiz kerak bo'ladi. Bu nimaga kiradi? Именно SMS qilib, bitta tekst qilib jo'natasiz. Imya, familiya, отчество, data рождения, официальный brakda necha yil bo'lgansiz,
nechta farzandingiz bor, bolalaringizni yoshini yozib qo'yasiz, obrazovaniyalarni yozib qoldirasiz. Qolganini уже biz to'ldirib taxlab beramiz. Lekin yana bir ma'lumotda aytib o'tmoqchimanki, ishga jo'natganimizda opiti yo'qlarga biz doim o'rgatamiz. Ishga bordingizmi, opit rabotam bor deb ayting. Hamma ish qo'limdan keladi, ishlaganman deb ayting deb aytamiz. Nima uchun? Nimagaki bu yerdagilar opiti yo'q odamlarni ishga olmaydi. Ko'p kishi aytadi, yo'q, biz chestniy insonmiz, biz aldab bilmaymiz, biz to'g'risini aytib, rostini aytib ishga kiramiz deyishadi. Обязательно rost gapirish kerak, shart, bu narsa muhim, lekin siz o'sha ishga kira olmasligingiz mumkin. Dachaga kirish oson deb o'ylaydi ko'p kishi. Yo'q, bu oson emas. Ishi oson bo'lishi mumkin, lekin buni mas'uliyati juda ham katta. Bu mas'uliyatni hamma ham bajara bilishi kerak. Bajara olmadingizmi, значит siz bu ishchilarga, ish beruvchilarga kerak bo'lmaysiz. Bu hammaga tegishli. Любой dachada ishga kirsangiz, mas'uliyat bo'lishi kerak. Bular aytgan shart, bular aytgan ishga ko'nishingiz kerak bo'ladi. Sizga to'g'ri kelmayaptimi mana shu narsa? Boshidan suhbatdan o'tganingizda boshidan hammasi aytib kelishilishi shart. Liba biron muammo bo'lyaptimi, biz orqali kirgan bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqasiz. Именно qaysi bir adminimiz sizni ishga qo'ygan, o'sha adminga svязga aloqaga chiqib tushuntirasiz. Bizda shunaqa situatsiya bo'lyapti, shunaqa muammo bo'lyapti. Bizga ish to'g'ri kelmaydi. Liba biz ketishimiz kerak. Liba nima maslahat berasiz? Qanaqa yechim topib, mana shu yechimni yechishimiz kerak. Bizga maslahat bering desangiz, biz sizlarga yo'l yo'rig'ini ko'rsatamiz, tushuntiramiz. Не то, что ishga qo'ydik bo'ldi degan emas. Yo'q. Ishga qo'yganimizdan keyin albatta любой situatsiyaga biz javob beramiz. Bo'lishi mumkin, liba siz yoqmayapsiz, ko'chaga chiqarib yuboradimi, telefon qilishingiz mumkin. Mana shunaqa situatsiya bo'lyapti, nima qilamiz deb biz uy egalariga telefon qilib bilamiz, lekin bor shunaqa juda ham kaprizniy odamlar. Даже не только siz, hattoki agentstvani ham eshitgisi kelmaydi. Просто telefonda qo'yib qo'yishadi, tamom. Shuning uchun har doim biz bilan maslahatlashib, kelishib, gaplashib, svязda bo'lib tursangiz, qo'limizdan kelgancha har bir musofir xalqimizga, har bir odamga yordam berishga harakat qilamiz. Ish borasiga kelsak, Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppamizga o'tib, gruppaga a'zo bo'lib, gruppadagi hamma vakansiyalarni kuzatib turishingiz mumkin. Qaysi bir vakansiya sizga ma'qul kelgan bo'lsa, любой bir adminimizga yozasiz. Adminlarimiz sizni ishga qo'yishga harakat qilishadi. Ba'zi bir momentlarda bo'ladi, qaysidir imенно vakansiyalarda komissiyani oldindan olamiz deyishadi adminlarimiz. Bu uchun siz hech qachon qo'rqmang. Любой время komissiyani olib, liba 2-3 kun cho'zgandan keyin, liba ish bermagandan keyin обязательно adminlarimiz pulingizni qaytarishadi. Qaytarishmadimi? Prямо menga o'zimga aloqaga chiqing. Mana shu adminiz, mana pul tashadim. Chekini tashab berasiz. Qaysi bir admin bilan gaplashganingizni tashab berasiz va men o'zim hammasini hal qilaman. 6 yil ichida mana shu ishda ishlab kelayotgan bo'lsam, bironta adminimiz birovda haqqini yemagan. Bunisini ham aytib o'tishim mumkin. Har bir adminimga 100% javob berib aytamanki, meni adminlarim biron kishida aldamaydi, birovda haqqini просто так yeb qo'ymaydi. В любом случае, оплата tomonlamami, liba ish tomonlamami, qanaqa savollaringiz bo'lsa, любое время menga yozishingiz mumkin. Faqat SMS yozasiz, liba голосовой. Men bo'lishi mumkin, javob bermasligim mumkin. 1 soat, 2 soat ichida javob bermay qolaman. Lekin kech bo'lsa ham, mana 10 kechasimi, 1 kechasimi, обязательно har bitta SMSni o'qib, har bitta голосовойlarni eshitib, hammaga birma-bir javob berishga harakat qilaman. Shuning uchun hech qachon qo'rqmasdan bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Har bitta ishimiz ishonchli, adminlarimiz hammasi tekshiruvdan o'tgan, уже biz bilan
почти 5 yil 6 yildan beri ishlab kelishyapti va любой время ish so'rasangiz ishga qo'yishadi. Komissiyasi mabodo bo'lishi mumkin, oldindan liba keyin har xil situatsiya bo'ladi demoqchimanda. Любой время har tomonlama sizni ishingizni qilib berib, ishingizga qo'yib, bemalol ish bilan ta'minlab joylashadi. Aytib o'tganimdek, kimda qanaqa savol javob bo'lsa, обязательно lichkamga yozib qoldirsangiz, hammaga birma-bir javob beraman. Kommentariyada, описаниеda обязательно telefon raqamimni qoldiraman. Telefonga javob qilmayman. Hamma telefonda sbros beraman, to'g'risi. Faqat SMS liba голосовой, WhatsApp, Telegram и Max ham ulangan, Max, WhatsApp, Telegram orqali yozsalaringiz hammaga birma-bir javob berishga harakat qilaman. Kimda qanaqa savol javob bo'lsa, bemalol yozinglar.